Diqqat, super mega chegirma narxida Cobalt NC mashinasi va bitta Cobalt Midland variantidagi propan va metanlarni taklif qilib qolamiz, qaytarib o'tamiz. Bu avtomobillarga ideal tanlov albatta propan bo'ladi. Bu tomonda Genterar legenda avtomobilini zamin, ya'ni propanni metan qilib beryapmiz. Ichkaridagi metan uстановка qilib beryapmiz. Bu tomondagi ham ideal holatda propan uстановка qilib beryapmiz. Ish jarayoniga ahamiyat berib qo'yasizlar. Xo'p, NC motorida asosan o'zgargan narsa mashrastidval va yanada ekономичный bo'lib chiqqan. Hamiga uстановка qilganda mana buni teshiginiga, ya'ni farsunkani bu yoqqa bergan vaqtda mana shu yerda havo so'rib qolmasga shunga juda ham ahamiyat berishlaringizni so'rab qolamiz. Polsha miyalari bilan ideal holatda kafolat bilan uстановка qilib beryapmiz. Agar kimgadir mana shu uстановkalar narx-navo qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, ayni super mega chegirma narxlarda sizlarga optim narxda propan va metanlarni taklif qilamiz. Bu tomonda ham Onyx va Tracker bu o'chib kutmoqda bu mashinalarimiz. Kelmoqchi bo'lganlar pastda raqam qoldiramiz. Sirdaryo metangizga obuna bo'ling. 24 ga yetdi. Kafolat bilan uстановка qilib beramiz.